Вот данный человечек написал девочке 12-летней, предлагал ей встречи. Неоднократно написывал, пока она не заблокировала его номер телефона. А теперь говорит, я просто ошибся. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Krasnodar, Toshkent, Buxoro reysiviy avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Reyslarimiz haftaning seshanba va shanba kunlari amalga oshadi. Reyslar Rostov-na-Donu, Sochi, Anapa, Volgograd, Novorossiysk, Saratov shaharlari aro amalga oshadi. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi ishonchli raqamlarga aloqaga chiqing. +7 962 089 10 10. Diqqat, dahshat xabar. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi izsiz yo'qolgani aytilmoqda. Rossiyaning Tyumen shahrida 55 yoshli O'zbekiston fuqarosi avtohalokatga uchrab vafot etgani aytilmoqda. Yaqinlariga sabr tilaymiz. Albatta, kommentariy bo'limida duo qo'yishingizni iltimos qilamiz. Rossiyaning Vladivostok shahrida musofir 12 yoshli qiz bolaning telefon raqamini topib, unga birga borishni so'rab SMS yozgan. Ana shu qizchaning ota-onasi bundan xabar topib, ana shu musofirni samosud qilayotgani ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu ham O'zbekiston fuqarosi ekanligi aytilmoqda. Вот данный человечек написал девочке 12-летней, предлагал ей встречи. Неоднократно написывал, пока она не заблокировала его номер телефона. А теперь говорит, я просто ошибся. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida kuchaytirilgan reydlar sodir bo'ldi. Videoda batafsil hammasini o'zingiz ko'rib bo'lishingiz mumkin.